Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kun tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Mubinaxon bilan bog'landimmi? Ha, men bilan bog'landingiz. Mubinaxon, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ming bor uzr, sizni bezovta qildim. Avvalambor sizni bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etaman. Alloh so'raganingizdan-da ziyodasini sizga bersin, sizni suyuntirsin, xursand qilsin. Eng go'zal baxt, eng chiroyli taqdir hamisha sizniki bo'lsin inshaalloh. Rahmat. Eng go'zal taqdirni, baxtni siz uchun tilab qolaman va bugun sizni tug'ilgan kuningiz, shukronalik ayyomingiz bilan tabriklash uchun tabrik jamoamizga juda ham chiroyli, sara samimiy niyat tilaklar hamda tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabriknomani kim, qaysi bir qadrdoningiz, mehriboningiz yuborgan bo'lishlari mumkin? Yordamim qizlar Bibirobiyadan bo'lishi kerakdir. Mashalloh, sizni judayam yaxshi ko'rguvchi qadrdoningiz, dugonangiz Bibi Robiyaxon sizga samimiy niyat tilaklarni yuborgan ekanlar va biroz qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, tabriknomalarni o'qib eshittirardim, nima deysiz? Mayli. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qolaversa, Bibi Robiyaxon bilan birgalikda Ibrohim Hoji bobo, amakingiz Ilhom aka, yangangiz Gulnozaxon opa, qolaversa ammalaringiz Nilfarxon, Dilafruzxon, Irodaxon opalar, Norayxon opalar va hamma yaqin qadrdonlar eng go'zal sari samimiy niyat tilaklarni siz uchun yuboribdi va tabriklarni qabul qilib olasiz. Marhamat. Duolarga ochib kaftlarni, senga tilab tillo taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab ko'ngling to'lsin, tavallud topgan kuning muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan sirdoshim, qadrdon, mehribonim. Seni bugungi tavallud ayyoming munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayot menga ko'p insonlarni uchrashtirdi, ammo sen kabi samimiy, sadoqatli, mehribon dugonani uchratganim uchun o'zimni eng baxtli inson his qilaman va yaratgan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Shunday so'zida rostgo'y, do'stlikka sadoqatli insonni menga dugona qilib berdi. Sen quvonchli kunlarimni ham, og'ir damlarimni ham eng yaqin guvohi bo'lding. Men uchun kulganimda quvonchimni baham ko'rding, yig'laganimda esa ko'z yoshlarimni artadigan inson bo'lding. Haqiqiy do'stlik masofa bilan ham, vaqt bilan ham o'lchanmaydi. U qalbdan qalbga bog'langan rishtadir. Sen meni hayotimdagi ana shunday bebaho ne'matlardan birisan. Har doim menga ishonch bergan, qo'llab-quvvatlagan va hech qachon yolg'iz qoldirmaganing uchun senga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Yaratgandan tilagim do'stligimiz umrboqiy bo'lsin. Qalbingdan quvonch, yuzingdan tabassum, hayotingdan esa baxt, baroka hech qachon ketmasin. Sen eng go'zal baxtga, eng chiroyli narsalarga loyiq insonsan. Shuni unutma, hayot bizni qayerga olib bormasin. Qalbimda seni o'rning doimo alohida bo'ladi. Do'stligimizni asrayman, sen esa doimo qadrlayman. Yaxshi kunlarimda ham, sinovli damlarimda ham yonimda bo'lganing uchun rahmat aytaman. Seni juda qattiq yaxshi ko'raman. Allohning panohida bo'lgin. O'ylagan har bir niyatingga birma-bir erishib yurgin. Alloh hamisha seni suyuntirib, xursand qilib boraversin. Ey mening sirdoshim, qadrdonginam, dildoshim, dardoshim, mehribonginam. Aytolmayman ba'zan dilimda borim,
Joning omon bo'lsin, dugonajonim. Sendayin qalbimni tushunmas hech kim. Bemor bo'lib qolsam kuyunmas hech kim. Sen meni yashnagan gulim, bahorim. Joning omon bo'lsin, dugonajonim. Deya mana shunday go'zal niyatlar, tilaklar siz uchun armag'on qilinibdi qadrdon mehriboningiz tomonidan bugun. Rahmat. Agarda xohlasangiz, sizni ham ular uchun aytishni istagan niyat tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. O'ziyam baxtli bo'lsin. Ilohim inshaalloh. Shu bo'ldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim baxtli, saodatli bo'ling. Umringiz ilk bahorni gullaridek nafis, chiroyli, hayotingiz esa unutilmas onlarga, shirin xotiralarga boy bo'lsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi davrlarda yaqin qadrdon mehribonlar birga bo'lishlik baxtiga Alloh musharraf aylasin. Tug'ilgan kun muborak, omon bo'ling, sog' bo'ling. Doim kulib yuring, eng chiroyli inson bo'lib yashang. Rahmat. Xo'p, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Bitta yagonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon, jonim dugonam oy dugoshjon, jon dugoshjon, jon dugoshjon. Sirdoshimsan, ko'z qoshimsan, mehribon dugosh dugosh, sog'inganda ko'z yoshimsan, jonajon dugosh dugosh. Xasta bo'lsam, chorlasam, gar kelasan shu on dugosh, dardlashaylik dardlarimga kel jonim dugosh dugosh. O'zim aylanay, o'zim o'rgilay, yoningda bo'lay jonim dugoshjon. Bitta yagonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon, jonim dugonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon. Bitta yagonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon, jonim dugonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon. Kunda bir